Xo'p, demak bugungi mavzuyimiz kvadrat funksiya va uning xossalari. Kvadrat funksiya va uning xossalari. Xo'p, 9 kitobimizda savollarni ko'rishdan oldin mavzu bo'yicha biroz tushuntirish berib o'taman. Xo'p, kvadrat funksiyaning ko'rinishi, ya'ni y teng ax kvadrat plus bx plus c. Mana shu kvadrat funksiyaning ko'rinishi bo'ladi. Bu kvadrat funksiyaning grafi y, ya'ni parabola shaklida bo'ladi. Parabola shaklida bo'ladi. Xo'p, ya'ni biz kvadrat tenglamalarida o'tganmiz. Kvadrat funksiyada ham kvadrat tenglamada bo'lgan holatlarimiz o'rinli bo'ladi. Ya'ni qanday holatlar bor? Xo'p, kvadrat tenglamada diskriminant 0 dan katta bo'lsa, buni yechimi 2 ta bo'lardi. 0 ga teng bo'lsa 1 ta bo'lardi. 0 dan kichik bo'lsa, yechimi yo'q bo'lardi. Mana shu holatlar bo'yicha birinchi grafikni ko'rib chiqaylik. Xo'p, demak, birinchi holatimizda ko'radigan bo'lsak, a 0 dan katta, diskriminant ham 0 dan katta bo'lgan holat. Ikkinchi holatimiz bo'yicha ko'radigan bo'lsak, a 0 dan katta, diskriminant 0 ga teng bo'lganda buni grafik qanday bo'ladi? Uchinchi holat bo'yicha ko'radigan bo'lsak, a 0 dan katta, diskriminant 0 dan kichik bo'lgan holat. Endi to'rtinchi holatimiz bo'yicha ko'radigan bo'lsak, a 0 dan kichik va diskriminant 0 dan katta bo'lgan holat. Beshinchi holat bo'yicha ko'radigan bo'lsak, a 0 dan kichik, diskriminantimiz 0 ga teng bo'lgan holat. Oltinchi holatimiz bo'yicha ko'radigan bo'lsak, a 0 dan kichik va diskriminant ham 0 dan kichik. Xo'p, mana bu yerga parabolani grafigini taxminiy ko'rinishini sizlarga ko'rsataman. Ya'ni mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu buni shoxchalari hisoblanadi. Ya'ni a 0 dan katta bo'lsa shoxchalar tepaga qaraydi, a 0 dan kichik bo'lsa mana bu ko'rinishda pastga qarab qoladi shoxchalari. Endi mana bu holat bo'yicha grafik qanaqa bo'ladi? Xo'p, kichikroq qilib chizaman. Tasavvur qilib olsak bo'ldi. Mana bu a x o'qi, mana bu a y o'qi bo'ladigan bo'lsa, a 0 dan katta shoxlar yuqoriga qaraydi va diskriminant ham 0 dan katta degani kvadrat tenglamada ikkita yechimga ega bo'lardi. Ya'ni mana bu a x o'qini 2 marta kesib o'tish kerak. Taxminan mana shu ko'rinishda grafik bo'ladi. Mana bu birinchi joyda kesib o'tgan joy, mana bu ikkinchi joyda va shoxlar tepaga qarayapti. Endi a 0 dan katta, shoxlar yuqoriga qarayapti, diskriminant 0 ga teng. Diskriminant 0 ga teng bo'lgan holatda biz esa kvadrat tenglamada bitta yechim, ya'ni mana bu a x o'qiga 1 marta urinadi, ya'ni x1 bo'ladi xolos. Unda buni taxminiy ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu yerga 1 marta urinyapti xolos. Ya'ni xo'p, bundan keyingi misollarimizda ko'ramiz, bitta funksiya beradi. Mana shu ax o'qiga urinsa deydi. Ax o'qiga urindi degani diskriminanti 0 ga teng bo'ldi degani. Endi a 0 dan katta, shoxlar yuqoriga qarayapti, diskriminant esa 0 dan kichik. Bu degani shoxlar tepaga qaraydi va ax o'qi bilan bironta ham kesishmaydi. Ya'ni taxminiy ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Shoxlar yuqoriga qarayapti. Mana bu parabolaning grafigi ax o'qi bilan kesishmayapti. Endi xuddi shunga teskari bo'lgan holatlar, shoxlar pastga qarayapti, chunki mana bu a 0 dan kichik bo'lyapti va diskriminant 0 dan katta. Shoxlar pastga qaragan holatda mana bu ax o'qini 2 marta kesib o'tadi. Taxminiy mana shu holatda 1 marta kesib o'tyapti, mana 2 marta kesib o'tyapti. Endi shoxlar pastga qaragan holatda bitta yechimiga bo'lyapti, ya'ni ax o'qiga 1 marta urinadi. Buni taxminiy grafik ko'rinishi mana shu ko'rinishda, mana bu yerga urinishligi kerak, kesib o'tish kerak emas. Endi shoxlar pastga qarayapti, diskriminant ham 0 dan kichik. Bu degani nima degani? Bu degani shoxlar pastga qaragan holatda ax o'qiga urinmaydi. Ya'ni grafiki taxminan mana shu ko'rinishda bo'lishi mumkin masalan. Endi xo'p, yana mana shu yerga y teng ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishda kvadrat funksiyaning biz aytadi parabola uchlari, ya'ni parabola uchi deydi. Parabola uchi degani nima degani? Bu mana bu yer. Xo'p, bironta yaxshiroq chizilgan grafikni ko'radigan bo'lsak, mana shu holatda mana bu eng pastki qismi. Xuddi qozon shaklida tasavvur qiladigan bo'lsak, qozonning eng quyi qismi hisoblanadi. Parabolaning uchi x0 va y0 bo'ladi. Ya'ni mana bu joy x0 hisoblanadi, bunisi esa y0. Ya'ni mana bu joy x0 hisoblanadi, bunga y ga nisbatan topib kelsak, bu yer y0 hisoblanadi. Buni har biridan topishning o'zining formulasi bor. x0 ni topish formulasi -b taqsim 2a. Yana bizdan x0 da nima deydi? Simmetriya markasi, simmetrik o'qi deydi. Rostdan ham
buni mana shu x0 deb olib turib, bunga nisbatan to'g'ri topadigan bo'lsak, bu buni simmetriya hisoblanadi. Ya'ni mana shu yerda bu funksiya grafikini bukadigan bo'lsak, bir-birini ustiga tushadi. Va shu yerdan simmetriya o'qilib ham yozib ketaman buni. Simmetriya o'qib ketsak bo'ladi va y0 da topishda ham o'zini formulasi bor. Biz bundan oldingi mavzularda ko'rgandik qiymatlar sohasida. Y0 da topish formulasi diskriminanti minusli, ya'ni 4ac minus b kvadrat taqsim 4a orqali topiladi. Mana shu yerda hop biz grafikdan tushunsak bo'ladiki, mana bu shoxlari yuqoriga qarayotgan bo'lsa, buni qiymatlar sohasi mana bu yerda y0 dan cheksizlikka qarab ketadi. Ya'ni qiymatlar sohasiga ham biroz tushuntirish berib o'tib ketaman. Qiymatlar sohasi a 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, buni qiymatlar sohasi tegishli bo'lar edi. Bundan oldin yozib berganman. Hop, y0 dan cheksizlikkacha. Ya'ni mana bu y0 ga teng bo'lishi mumkin. Bundan cheksizlikkacha bo'ladi. Endi qiymatlar sohasida a 0 dan kichik bo'lsa, shoxlar pastga qarasa, buni eng katta qiymatdan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda nima bo'lyapti endi? Y0 bo'lib qolyapti. Ya'ni buni qiymatlar sohasi tegishli bo'ladi. Xo'p, minus cheksizlikdan qarab chiqib keladi shoxlar pastga qarasa. Minus cheksizlikdan y0 gacha bo'ladi bu qiymatlar sohasi. Yana gaplashib o'tadigan mavzularimiz bor. Hozircha buni yozib olaylik. Endi biz ko'rishimiz kerak bo'lgan joyda mana shu parabolaga nisbatan hop bizda shartlarni aytadi. Y teng mana shu kvadrat funksiyani deydi. Qandaydir a vektori bor. x0 va y0 ga nisbatan hop parallel ko'chirish natijasida hosil bo'lgan kvadrat funksiyani ko'rsating deydi. Ya'ni mana bu funksiyani bu vektorga nisbatan parallel ko'chirish natijasida hosil bo'lgan hop kvadrat funksiya tenglamasini tuzing desa biz nima qilamiz? Mana bu yerdagi har bitta x ni o'rniga biz qo'yib chiqamiz x minus x0. Ya'ni x minus x0 mana bu yerda x0 va har bir y ni o'rniga qo'yib chiqamiz y minus y0. Mana shuni biz bilib olsak, bu kabi misollarni bemalol ishlaymiz. Ya'ni, hop, mana shu vektorga nisbatan parallel ko'chir desa, mana bu y ni o'rniga biz y minus y0 mana bu yerda bergan qiymatni qo'yamiz va mana bu yerda x o'rniga a, x o'rniga x minus x0 qo'yib kvadratga ko'taramiz. Plus b, bu yerda x o'rniga ham x minus x0 qo'yamiz. Plus s. Mana shu ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni hop, birinchi misolimiz shunga doirlik uchun birinchi misolni ko'rib beraman bu yerga. Yana bundan keyin ham tushuntiradigan narsalarimiz bor. Hop, birinchi misolimiz aytyapti. Y teng 3x kvadrat plus 2x minus 7. Mana shu parabolani b vektor beryapti bizga. Hop, minus shu 4. Mana shu vektor bo'yicha parallel ko'chirish natijasida hosil bo'lgan parabola tenglamasini ko'rsatilgan. Mana bundan foydalanamiz. Ya'ni y ni o'rniga biz y minus y0. Mana bu x0 bo'lyapti, bu esa y0. Ya'ni buni o'rniga y minus y0imiz 4 ga teng 3x o'rniga x minus x0, ya'ni x minus mana bu x0 o'rniga kelyapti, plus bo'lib qoldi. Ning kvadrati va bu yerdan plus 2 yana x o'rniga x plus 3 minus 7. Mana shu yerdan biz y ni topib qo'ysak, mana bu vektorga nisbatan parallel ko'chirgan bo'lamiz. Ya'ni y teng bo'ladi bu yerdan, bu 3, buni kvadratga ko'tarib chiqsa x kvadrat plus 6x plus 9 plus 2x plus 6, buni bu tarafga ko'paytirib chiqdim, minus 7, minus 4 bu yoqqa o'tsa, plus 4 bo'lib o'tdi. Endi bu yerdan topadigan bo'lsak, 3 ta x kvadrat, buni bunga ko'paytirdim. Buni bunga ko'paytirsak plus 18 ta x, buni bunga ko'paytirsak plus 27, plus 2x plus bundan buni esa minus 1, bundan plus 3 bo'lib qoldi. Endi demak bu y teng 3x kvadrat 18 ta x plus 2 ta x plus 20 ta x 27 ga 3 ni qo'shsak plus 30 ko'rinishidagi parabola hosil bo'lar ekan. 3x kvadrat plus 20x plus 30 degan javob bizda D javob bo'lyapti. Demak, mana bundan keyingi misollarni ko'rmaymiz. Siz mana shu yerdagi formulani yodlab oling. Bu kabi misollarni bemalol topsak bo'ladi. Xo'p, yana
Bizim misollarimizda aytadiki y teng ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishdagi parabolani bizga aytishi mumkin x teng n chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chir deyishi mumkin. Bunda nima qilamiz? Bunda har bir x ni o'rniga hop eslashim bo'yicha 2x0 minus x qo'yib chiqamiz. Ya'ni x0 emas, mana bu yerda n bo'lyapti endi. N deylik shuni, x0 bo'lgan qolibmiz. 2n bo'ladi. Hop, endi mana bu yerdan y teng m chiziqqa nisbatan simmetrik ko'chir desa, bu yerdan y ni o'rniga biz hop 2n minus y ko'rinishida qo'yib chiqamiz har birini o'rniga. Mana shu formula to'liqroq esimga kelmadi. Yana bir o'z formula kitobda qidirib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, demak, mavzuni biroz tushuntirib oldik. Endi misollarga o'tsak bo'ladi. Demak, birinchi misolni ko'rdik. Ikkinchi misolimizda shart etyapti. Mana shu funksiyaning grafigi qaysi choraklardan o'tadi deyapti. Xo'p, birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu a -3 bo'lyapti. Ya'ni bu yerdan a 0 dan kichik. Bu degani shoxlar pastga qaraydi. Endi buni diskriminantini topishga harakat qilib ko'raylik. Diskriminant b kvadrat minus 4 ko'paygan -3 -5 bo'lib plus bo'lib ketdi. 3 ko'paygan 5. Bu yerdan nimaligini bilsak bo'ladi. Diskriminant 16 minus 60 bo'lib qolib turib, diskriminant 0 dan kichik. Endi bu shoxlar ham pastga qarayapti. Diskriminant ham 0 dan kichik bo'lyapti. Buni grafikni chizadigan bo'lsak, mana bu diskriminant 0 dan kichik bo'lgani uchun a x o'g'iga urinmaydi, shoxlar pastga qaraydi. Mana shu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu degani, xo'p, 3-chi va 4-chi choraklardan birinchi chorak, ikkinchi chorak, 3-chi chorak va 4-chi chorak. 3-chi va 4-chi chorak degan javobimiz bizda B javob bo'ladi. Endi 3-chi misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p, mana shu parabola deyapti. Ax o'qini -1 nuqtada kesib o'tadi. Ax o'qini -1 nuqtada kesib o'tadi degani nima degani? Biz x ni o'rniga -1 qo'yganimizda mana buni qiymati 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni -1 bu kvadrat tenglik bitta ildizi hisoblanyapti tenglik sifatida qarasak. Endi bizda so'rayaptiki, xuddi shu y o'qini qanday qiymatda kesib o'tadi deyapti. Ya'ni mana buni kesib o'tadigan joyda bu s hisoblansa bizda. Xo'p, endi x o'rniga -1 qo'yib 0 ga tenglab buni qiymatini topsak bo'ladi. 0 ga -1 qo'ysam 1, 0 ga -1 qo'ysam +2 plus m kvadrat plus 5 ta m plus 3 teng 0 deb turib, bu yerdan m kvadrat plus 5 ta m hop plus 6 teng 0 bo'lyapti. Bu yerdan m 1 ni topadigan bo'lsak -2, m 2 ni topsak -3. Yig'indisi -5, ko'paytmasi +6 ni beryapti. Endi a y o'qini qanday qiymatda kesib o'tadi deyapti. Ya'ni a y o'qini, hop, mana bu y teng ax kvadrat plus bx plus c. Qachon kesib o'tishligini topishim, buni ham o'rniga har bitta x o'rniga 0 qo'ysak, y ni c da kesib o'tadi. Ya'ni ozod hadda kesib o'tadi. Ya'ni ozod had mana buni qiymatini topsak bo'ladimi? Xo'p, buni qiymatini topsak bo'ladi. M o'rniga -2 ni qo'ysak, fx funksiya teng bo'ladi x kvadrat minus 2x. Buni o'rniga -2 ni qo'ysak, hop, plus 4 minus 10 plus 3. Qo'shadigan bo'lsak -3. Bunda -3 chiqdi, bunda ham -3 chiqadi. Demak, a y o'qini -3 da kesib o'tar ekan. -3 degan javob bizda 3-savolga B javob bo'lyapti. Xo'p, 4-savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, x teng -1 to'g'ri chiziq. Mana bu parabolaning simmetriya o'qi bo'lishi uchun a ning qiymati qanday bo'lishi kerak deyapti. Simmetriya o'qi degan nima endi? Men dastlab yozib berdim. x0 buni formulasi -b taqsim 2a. Shuni -1 ga tenglab bergan deyapti. Ya'ni -b. Mana bu jami b o'rnidan keladigan bo'lsa, minus bersak plus bo'lib ketadi. 2a plus 3 ya'ni -b taqsim 2a esa mana bunga teng bo'ladi. Mana shuni jamini bizda mana bu ax kvadratdagi a ni o'rnidan kelyapti. -b taqsim 2a ya'ni a plus 1. Mana shuni tenglashimiz kerak -1 ga. Ketdi, qisqarib ketdi. Bu yerdan bu tomonda qolyapti a plus 3. Bu tomonga proporsiya bo'lib ketsa, minus ham -1. Bu yoqqa o'tsa 2a teng -4 ga plus 3 -1 bo'lib o'tdi. Bu yerdan a ning qiymatini
minus 2 ga teng bo'lganini topsak bo'ladi. Demak, bizdan o'zi shuni so'ragan. Bu D javob bo'lyapti. Xo'p, 6-savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, parabola deyapti. Mana shu parabolani berib turib, x o'qiga urinsa, bundan oldin aytib ketdim. X o'qiga urinsa, desa nima qildik? Urinsa, diskriminantni nolga teng qilib ishlab qo'ydik. Demak, diskriminant buni kvadrati. Xo'p, b mana bu b o'rniga kelyapti. A kvadrat bo'lyapti minus 4ac. Shu nolga teng bo'lishiga bu yerdan a kvadrat minus 16 bu yoqqa o'tsa plus 16, demak a teng bo'lishi mumkin plus minus 4 ga. Ya'ni a teng bo'lyapti plus minus 4 ga. Bu esa bizda D javob bo'lyapti. Xo'p, 7-savolimizda k ning qanday qiymatlarida mana shu funksiya 2 ga 12 nuqtadan o'tadi. Ya'ni x o'rniga 2 qo'yganimizda y imizda qiymati 12 chiqishi. Ya'ni buni o'rniga 12 qo'yib, bu yerga 2 qo'ysak 2k kvadrat plus 2k. Har birini 2 ga bo'lib olsak k kvadrat plus k, bu yoqqa o'tsa minus 6 teng 0 ga. Bu yerdan k 1 da qiymatini v dan topsak minus 3. Hop, minus 3 k 2 ning qiymatini topsak 2. Yig'indisi minus 1, ko'paytmasi minus 6 beradi. Minus 3 va 2 degan qiymatlarida. Minus 3 va 2 degan javobimiz bizda minus 3 va minus 2 bo'ldi. Minus 3 va 2 degan javob chiqishligi kerak, lekin bunaqa javob chiqmadi. Xo'p. 12 ni qo'ydik bu yog'iga, 2 ni qo'ydik k kvadrat, 2 ga bo'lib oldik. K kvadrat plus k bu yoqqa o'tsa minus 6. Bu yerdan minus 3, yig'indisi minus 1, ko'paytmasi minus 6. To'g'ri. Javob mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Xo'p, 8-savolimiz aytyapti. K ning nechta butun qiymatida mana bu funksiyalar xo'p kesishmaydi. Funksiya kesishish sharti qanaqa edi o'zi? Bir-biriga teng bo'lishi kerak edi. Kesishmaslik sharti mana birinchisi, mana ikkinchi funksiya desak, kesishmaslik uchun y1 teng bo'lmasligiga y2 ga. Mana shart bajarib qo'ysak bo'ldi. Endi bular bir-biriga teng emas qilib ishlaymiz. Ya'ni 4 ta x kvadrat minus 2 ta k x plus 3 teng bo'lmasligi kerak k x plus 2 ga bir tomonga yig'sak 4 ta x kvadrat bu yoqqa o'tadigan bo'lsa minus 3 ta k x bu yoqqa o'tsa plus 1 teng emas 0 ga. Endi bu funksiyaga qaraymiz. Bu a 0 dan katta bo'lyapti. Demak, buni grafiga da shoxlar tepaga qaraydi. Endi bu 0 ga teng bo'lmasligi uchun mana bu a x o'qimidan kesishmasligi kerak. Ya'ni mana bu ko'rinishda bo'lishi kerak. Buning uchun a 0 dan katta va diskriminantni 0 dan kichik qilib ishlab qo'ysak bo'ldi ekan. Xo'p, diskriminant 0 dan kichik qilib ishlaydigan bo'lsak, b kvadrat mana bu 9k kvadrat minus 4ac minus 4 ga 4 bo'lib turib 16 kichik bo'lishi kerak 0 dan. Bu yerdan k kvadrat. Xo'p, endi buni tengsizlik ishlashda o'zi birinchi 0 ga tenglab k1 k2 topalardik. Bu yerdan k1 topsak minus 4 taqsim 3, k2 ni topsak plus 4 taqsim 3. Soniqda tasvirlasak minus 4 taqsim 3 mana bu 1,3 taxminan. Bu 4 taqsim 3 degan 1,3 bu yerda bo'ladi. Mana shu o'rinlarga qo'ysak, million qo'ysak kanoniga musbat, manfiy, musbat. Bizga manfiy o'rinlar kerak. Demak, mana shu yerda xo'p, nechta butun qiymatida? Mana bu yerda qaysi butun qiymatlar bor? Minus 1 bor, 0 bor, 1 bor. Demak, nechta ekan? 3 ta. 3 ta butun qiymatda kesishmas ekan. Bular minus 1, 0 va 1 bo'lyapti. Endi 9-savolimiz aytayaptiki, parabola x teng 3 nuqtada a x o'qiga urinadi, a y o'qini esa 4,5 nuqtada kesib o'tadi. Xo'p, a x o'qiga urinyapti. X teng 3 ta, ya'ni bu qandaydir to'la kvadrat shaklida. Xo'p, a ko'paygan, mana bu uringanligi uchun x minus 3 ning qavsda kvadrat. Endi y ni 4,5 da deyapti. Buni ochib chiqargan bo'lsak, a x kvadrat minus 6x plus 9 bo'ladimi? Endi mana bu ozod hali, ya'ni mana bu bo'lishi kerak. Buni bunga ko'paytirganim, ya'ni oxirida 9 ta a bo'lib qoladi. Buni ozod hali shu 4,5 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda a ni xo'p 4,5 9 ga bo'ladigan bo'lsa 0,5. Demak, bu 0,5 ga teng bo'lgan ekan. Shunda bu mana bu yerga olib qo'yadigan bo'lsak, bu funksiya 0,5 ko'paygan x minus 3 ning qavsida kvadrati bo'lar ekan. Bu esa bizda xo'p bo'lyapti b javob. Chunki diskriminant 0 ga teng bo'lsa urinardi, bu to'la kvadrat shaklda tasvirlanardi. Xo'p, 12-savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 12-savolimizda mana shu parabola uchining
Hop, parabola 3'ning koordinatlari ko'paytmasimi? Ha. Parabola 3 x0 ko'paygan y0 so'rayapti. x0 formulasi yana bir yozaman. Minus b taqsim 2a edi. y0 formulasi esa 4ac minus b kvadrat taqsim 4a. Mana shu orqali edi. Bu yerdan x0 topadigan bo'lsak, x0 topsa minus b, ya'ni minus 14 plus 14 taqsim 2a 1 ga teng bo'lyapti. 7 ga teng. x0 7 ga teng. y0 ni qiymatini topadigan bo'lsak, 4a s minus b kvadrat 196 taqsim 4a. Hop, ayimiz 1 ga teng. Hop, endi bu turdan bularni 4 ga qisqartirib olsak har birini, bu yerda 34, buni 4 ga bo'lsak 49 qoladi. 49 qoladimi o'zi? Hop, 196 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 49. Shunda bu 34 dan 49 ni ayiradigan bo'lsak minus 15 ga teng ekan y0imiz. 7 kera minus 15 so'rayapti. 7 ko'paygan minus 15 degani bu bizda minus 105 degan javob bo'ladi. Minus 105 degan javob bizda B javob bo'lyapti. Xo'p, keyingi savolimiz. Xo'p, 14-savol bilan 17 bir xil ekan, 14ni ko'rmadik. 16-savolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana shu funksiyani beryapti-da. Funksiyaning eng kichik qiymati 3 ga teng bo'ladi deyapti. Dastlab men buni mana bu a si 0 dan katta bo'lganligi uchun a 0 dan katta bo'lgan holatda buni qiymatlar sohasi tegishli bo'lardi y0 dan cheksizlikkacha. Endi bu misolda o'zimizga moslaydigan bo'lsak, eng kichik qiymati y0 ekan. Shuni 3 ga teng bo'lsin deyapti. Mana y0 formulasi. 4a s sanunda n plus 2 kelyapti. 4ac minus b kvadrat 16 taqsim 4 ko'paygan 1 teng bo'lishi kerak 3 ga. Endi 4 ga bo'ldik, 4 ga bo'ldik, buni ham 4 ga bo'ldik. Shunda bu n plus 2 minus 4 teng 3 ga. Bu yerdan n minus 2 bu yoqqa o'tsa plus 2 bo'lib 5 ga. Demak, n 5 ga teng bo'lishligi kerak ekan. Bu javob bizda D javob bo'lyapti. Xo'p, 17-savolimizga e'tibor bersak, bu ham yana qiymatlar sohasi. Buni nimaga ko'ryapmiz? Mana bu yer manfiy. A 0 dan kichik bo'lganda buni qiymatlar sohasi tegishli bo'lardi. Minus cheksizlikdan y0 gacha. Mana shu holatda. Demak, buni qiymatlar sohasi minus cheksizlikdan kelib y0 gacha keladi. y0 formulasi. 4a minus 4 ga teng bo'lyapti. S esa 16. 4ac minus b kvadrat 100. Taqsim 4 ko'paygan bu yerdan minus 1 bo'lyapti. Har birini minus 4 ga bo'lib olsak, bu yerda qoladi 16, buni minus 4 ga bo'lsak, plus 25 bo'lib qoladi. Demak, buni qiymati minus cheksizlikdan qarab kelyapti-da. Xo'p, 41 gacha. 30, 41 gacha. Minus cheksizlikdan 41 gacha degan javob bo'ladi. Bu esa bizda A javob bo'lyapti. Yozib olsak bo'ladi. Xo'p, keyingi misolimizda, 19-misolimizda shart etyaptiki, xo'p, mana shu parabola AX o'qining manfiy tomoniga urinsa, m ning qiymati nechaga teng? Xo'p, AX o'qining manfiy tarafiga urinsa deyaptimi? Manfiy tarafiga urinsa deyapti. Shartga e'tibor beraylik. Bu yerda nima bo'lishi kerak? Xo'p, birinchi masala bu urinish kerak, ya'ni diskriminanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Ikkinchi masala, xo'p, x0 0 dan kichik bo'lishi kerak. Ya'ni grafik taxminan mana shu ko'rinishda bo'lsin deyapti. Buning uchun mana bu yerdagi urinayotgan x0, mana shu x0 teng bo'lishligi kerak. Xo'p, x0 teng bo'lishi kerak. 0 dan kichik, ya'ni bu tomondagi manfiy sonlarga teng bo'lishi kerak. Endi bu yerdan x0 da xo'p, topadigan bo'lsak minus b, ya'ni mana bu minus bo'lsa bu m minus 5 taqsim 2. M minus 5 taqsim 2 minus b taqsim 2a kichik bo'lishi kerak 0 dan. Bu yerdan m kichik bo'lishi kerak. Hop, 5 dan. M 5 dan kichik bo'lishi kerak va urinsa deyapti. Urinishligi uchun hop, diskriminant 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu diskriminantni topadigan bo'lsak, hop, m hop, mana bu b kvadrat minus 4ac formulani topyapman. M minus 5 ning qavsida kvadrat b kvadrat minus 4ac 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda m kvadrat minus 10 ta m plus 25 minus 16 bo'lib turib plus 9 teng 0 ga. Bu yerdan m
1'ni qiymatini topadigan bo'lsak 9, m 2 ni qiymatini topadigan bo'lsak 1. Yig'indisi 9 ku etmasi 10. Endi mana bu aytyapti 5 dan kichik bo'lsin deyapti. 5 dan kichik bo'lgan javob mana bu javob. Bu javob esa xato bo'ladi. M teng 1 degan javob S javob. Demak, boshdan tushuntirish beraman. Dastlab bunday mana bu yerda nima tengsiz beryapti degan savol kelganda. Xo'p, birinchi shart aytyapti A x o'qining manfiy tomoniga urinsa, urinish shuni desga 0 ga teng, manfiy tomon bo'lishi uchun x 0 0 dan kichik bo'lishi kerak. X 0 0 dan kichik shartiga ko'ra ko'rsak, bu m5 dan kichik bo'lishi kerak. Desimal 0 ga tenglasam 9 va 1 degan yechim chiqdi. m5 dan kichik bo'lishi kerak manfiy bo'lishligi uchun. Shunda bu javob m teng 1 degan javob bo'ldi. Endi 20-savolimizda mana shu funksiya barcha x lar uchun -7 dan katta bo'lsa deyaptimi? Demak, barcha x lar uchun degani qiymatlar sohasi. Mana shuning qiymatlar sohasi, ya'ni y0 -7 dan katta bo'lsa, eng kichik qiymati xo'p -7 bo'lsa, y0 -7 qilsak bo'ldi. Shunda 7 dan katta, mana shu 0 dan katta qilib qo'ysak bo'ldi deylik. 0 dan katta. y0 -7 dan katta shartiga ko'ra ishlab qo'yamiz va javob chiqadi. Xo'p, endi buni ko'p marta ko'rdik bu kabi misollarni. 24-misolimizda aytyapti. Xo'p, mana shu funksiya mana shu parabolaning uchi, ya'ni x0 va y0, y teng -x to'g'richiziqqa tegishli bo'lsa, m ning olishi mumkin bo'lgan qiymatlari yig'indisini toping deyapti. Xo'p, mana bu x0 va y0 bunga tegishli degani nima degani? y0 o'rniga y0 deb qo'yganimiz, ya'ni bu yerdagi y o'rniga y0 deb qo'ysak, bu -x0 ga teng bo'lishi kerak. Mana shu tenglamani ishlab qo'ysak bo'ldi ekan. Xo'p, demak bu yerdan x0 topadigan bo'lsak, birinchi bo'lib turib x0 topadigan bo'lsak, -b, ya'ni -m taqsim 2a. Mana shu x0 bo'ldi, ya'ni bu -m taqsim 4 ko'rinishida bo'ldi. Endi bu yerdan y0 topadigan bo'lsak, 4a, mana bu yerdan bir s bilan 4a -b kvadrat, ya'ni m kvadrat taqsim 4a, ya'ni 8 bo'lib qoldi bu. Xo'p, shunda buni kvadrat, buni soddalashtirsak 8 -m kvadrat taqsim 8 ko'rinishiga kelib qoldi. 4a -b kvadrat taqsim 4a dan buni topib oldik. Endi mana buni minuslisi, ya'ni -x0, minusga plyus bo'lib ketdi. M taqsim 4 teng bo'lishi kerak y0 ga. Mana bu 8 -m kvadrat taqsim 8 ga. Bu yerdan bu bilan ketatyapmiz 2, buni bu to'g'riga ko'paytirib olsak 2m teng bo'lyapti 8 -m kvadrat. Bir tomonga yig'sak m kvadrat, hop, plus 2m minus 8 teng 0 ga. Bu yerdan m1 ni qiymatini topsak -4, m2 ni qiymatini topadigan bo'lsak 2. Yig'indisi -2, ko'paytirasi -8 bo'lyapti. Bu bilan buni yig'indisi -2 degan javob bo'ladi. Bizdan shuni so'ragan. Xo'p, 27-savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, rasmda tasvirlangan grafikning funksiyasini ko'rsating deyapti. Ya'ni bizga grafik berib, mana shu tengmasini so'rayapti. Bu yerda nima qilamiz? Mana bu kesib o'tayotgan joyda doim nima bo'ladi dedik? S bo'ladi dedik. Ozod xat dedik. Mana bu x0, bu esa y0 bo'lyapti. Demak, bu y teng a x kvadrat plus b x plus s, ya'ni plus 5 degan funksiyaning x0 3,5 ga teng ekan. x0 nima edi bizda? -b, ya'ni -b taqsim 2a teng ekan 3,5, ya'ni 7 taqsim 2 ga. 2 lar ketdi. Bu yerdan b ni qiymatini topsak -7a ga tengligi kelib chiqadi. Endi y0. Xo'p, 4a si 4a s ni qiymati 5 ga teng, 4a si -b kvadrat, ya'ni 7 ni kvadrat 49a kvadrat, 4a si -b kvadrat taqsim 4a. Mana shu teng bo'lishi kerak y0 12 ga. Endi har birini 4a ga bo'lib oladigan bo'lsak, bo'lib olsak bu yerda 5 qoldi. Xo'p, 4a ga bo'lib olsak bo'lmas ekan. Chunki 49 bo'linmaydi-ku. Shunga, xo'p, 4 ni bu tomonga ko'paytirib oldik. Shunda bu 20 ta a minus 49 ta a kvadrat teng 48 ta a. Buni bu tomonga ko'paytirib oldim. Yana buni bir tomonga yig'adigan bo'lsak nima bo'ladi? 49 ta a kvadrat plus 48 ta a. Xo'p, a bo'lyapti.
Beklaylik. Bir yo'la hisoblab ketsak nima bo'ladi shuni? Buni bu tomonga o'tadigan bo'lsak 49 ta a kvadrat bu yoqqa o'tsa minus 28 ta a teng 0 ga. Demak bu yerdan hop aniq hisob olib ketadigan bo'lsak 49 ta a minus 28 teng bo'lyapti 0 ga. Bu yerdan a teng bo'lyapti 0 ga. Hop kvadrat tenglamada ham o'z mana bu yerdagi son 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Bu chiqib ketadi javoblar qatoridan. Endi buni 0 ga tenglaydigan bo'lsak 49 ta a minus 28 teng bo'lyapti 0 ga. Bu yerdan 49 ta a teng bo'lyapti 28 ga. A teng bo'lyapti 28 taqsim 49 yoki buni 7 ga bo'lsak 4, buni 7 ga bo'lsak 7. Demak a 4 taqsim 7 ga teng bo'libdi. Bu yerdan b ning qiymatini topsak bo'ladi. B teng minus 7. A ni o'rniga qo'yamiz 4 taqsim 7. Ketdi. Demak b teng ekan minus 4 ga. Bizda a, b va c bormi? Demak, hop funksiyani tiklab qo'ysak bo'ladi. Y teng a x kvadrat, ya'ni 4 taqsim 7 x kvadrat plus bx, ya'ni bu bilan minus bo'lib ketyapti. Minus 4 ta x plus 5 ko'rinishidagi hop funksiya bo'lgan ekan. Endi buni keltirib qo'ysak bo'ladi. Hop. Hop, bu misolimizda shart etyapti. A 0 dan kichik va c ham 0 dan kichik bo'lsa, funksiya grafiga qaysi choraklardan o'tadi deyapti. Endi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Mana bu a x, mana bu a y o'qib bo'ladigan bo'lsa, a 0 dan kichik, shoxlar pastga qarayapti. C hop, c ham 0 dan kichik bo'lyapti. Ya'ni taxminan mana shu yo'llardan kesib o'tyapti. Endi hop, diskriminantni ham bizga kattasini hal qilib beradi. Diskriminantni topsak. Diskriminant b kvadrat minus 4ac edi. A 0 dan katta, c 0 dan kichik bo'lganligi uchun mana bu musbat. Demak, buni diskriminant nima bo'lyapti? Musbat. Ya'ni diskriminant 0 dan katta bo'lyapti. A ham 0 dan kichik, diskriminanti 0 dan katta bo'lsa, hop, va c ni 0 dan kichik bo'ladigan shartchi. C 0 dan kichik bo'lsa, mana shu funksiya grafiki qaysi joydan o'tadi? A 0 dan kichik, C ham 0 dan kichik. Ha, A 0 dan kichik degan joy 4, bu yerda minusga minus plus bo'lib ketdi. Mana bu yer minusligicha qolar ekan. B kvadrat minus 4ac biz hozir manfiy yoki musbatligini bilmaymiz. Bu manfiymi yoki musbatmi? Manfiymi yoki musbatmi? Bu bizda aniq ma'lumot yo'q. Demak, to'g'ri javob D javob bo'ladi. Ya'ni buni qaysi joylardan o'tishini aniqlab bo'lmaydi. Diskriminantga bog'liq hamma narsa. Kesib o'tsa hamma joydan bo'lib qoladi va c ham 0 dan kichik bo'lyapti. Shunga D javob bo'ldi. Endi 31-savolimizga qaraydigan bo'lsak. Mana shu parabollarning uchi minus 1 u minus 4 deyapti. Ya'ni mana bu x0 minus 1 ga teng, y0 minus 4 ga teng. x0 topsak minus b taqsim 2a ni tenglaymiz minus 1 ga. Bu yerdan, ya'ni bu yerda minus 1 tenglanib ketdi. Bu yerdan b teng 2a galiga kelib chiqadi. Bunaqa misollar sertifikatda ham shu kunlarda tushyapti. Demak, b teng 2a bo'lgan bo'lsa, endi y0 topamiz. Ya'ni 4ac minus b kvadrat, ya'ni 4 ta a kvadrat taqsim 4 ta a. Mana shu teng bo'lishga minus 4 ga. 4a ga bo'lib olsak, bu yerda c hop minus buni 4a ga bo'lib olsak a teng minus 4 ga. Bu yerdan c ning qiymatini topsak a minus 4 ga teng. Hop, bizdan a minus b plus c ni so'ragan. A minus b plus c ni so'ragan. Hop, bu yerdan topsak bo'ladimi endi buni? Hop, sistema qilib topsak qiymati chiqishi mumkin. Ya'ni sistema qilib oladigan bo'lsak, bu yerda 2a minus b teng bo'lyapti 0 ga. Hop, bu yerdan sistema qilib oladigan bo'lsak a hop minus c minus 4 teng 0 ga. Endi a minus b ni so'ragan. A minus b ni so'ragan. Sistemani ayirib olsak, bundan buni ayirsak a, mana bu minus b, mana bu minusga minus plus c. Mana bu minus 4 yo'q o'tsa, plus 4 yo'q o'tsa minus 4 bo'ladi. Demak, a minus b plus c ning qiymati minus 4 ga teng bo'lgan ekan. To'g'ri javob. Javob. C ning qiymatini to'g'ridan to'g'ri topib bo'lmaydi hozir bu berilganlar bo'yicha. Lekin so'ragan sharti bo'yicha topsa bo'lar ekan. Xo'p, 32-savolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak,
Parabolaning uchi 4-chorakda joylashgan va bu parabola barcha choraklardan o'tadi. Agar parabolaning tenglamasi mana shu ko'rinishda bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Parabolaning uchi 4-chorakda joylashgan. Parabolaning uchi 1, 2, 3 mana bu 4-chorakda joylashgan, taxminan mana shu yerda joylashgan degan bo'lsak, va bu barcha choraklardan o'tadi. Barcha choraklardan o'tish uchun grafigi mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Ya'ni S 0 dan kichik bo'lishi kerak, A 0 dan katta bo'lishi kerak, diskriminant ham 0 dan katta bo'lishi kerak. X0 esa musbat bo'lishi kerak. X0 esa 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi, xo'p, javoblarga yuzlanamiz. A ko'paygan sari 0 dan katta deyapti. A ko'paygan sari 0 dan katta, demak A javob xato bo'lyapti. Ya'ni bu yerga yozib chiqsam, A ko'paygan sari 0 dan katta deyapti. A musbat, S manfiy. Bu xato. Xo'p, bizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, A, B, S 0 dan katta. A, B, S 0 dan katta deyapti. A 0 dan katta, B. Xo'p, B haqida ma'lumot yo'qmi? Topsak bo'ladi. Mana bu yerdan topsak bo'ladi. Ya'ni minus B taqsim 2A formulasini ko'ramiz. Biz B ning qiymatini topsak bo'ladi. B ni plyus yoki minusligini. Ya'ni minus B taqsim 2A kattadan 0 dan bo'lsa, mana bu A musbatligi uchun tashlasak bo'ladi. Demak, minus B 0 dan katta bo'lishligi uchun B ning o'zi manfiy bo'lishi kerak. Demak, A xo'p musbat son, B manfiy son, S manfiy son plyus bo'lib ketdi-da, demak, to'g'ri javob B javob bo'lyapti. Xo'p, 43-savolimizga e'tibor bersak, biz mana bu yerda 22 xo'p ya'ni 22, 29, yana bu yerda 36, 34-savollar tashlab ketyapmiz. Chunki biz hali bu mavzularga kelmaganmiz. Mavzularga borganimizda bu savollar tahlilini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, 43-savolda A ning qanday qiymatida x teng 2 to'g'ri chiziq mana shu parabolaning deyapti. Simmetriya o'qidan 3 birlik o'ngda turadi. Ya'ni mana bu yerda 2 bo'lsa, bu mana bu yerda x 0 bo'lsa, 3 birlik bo'tonda turadi. Demak, qaytamiz. 1 0 minus 1. Demak, bu minus 1 ga teng bo'lishi kerak. X 0 minus 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni x 0 minus b, ya'ni minusga plyus bo'lib ketdi. 2a plus 3 taqsim 2a, ya'ni mana bu a plus 1 teng bo'lishi kerak minus 1 ga. Ketdi. Proporsiya qilsak, a plus 3 teng minus a minus 1. Bu yoqdan 2a teng minus 4 ga, a teng bo'lyapti minus 2 ga. Bundan oldingi misolda shartni o'zgartirib qo'yibdi xolos. Hop, 45-savolimizga e'tibor bersak, mana shu nuqtalardan o'tuvchi parabola, mana shu parabolaga x o'qiga nisbatan simmetrik bo'lgan funksiyani toping. Birinchi mana shu parabolani tuzaylik, ya'ni y teng a x kvadrat plus bx plus c. Har birini qo'yib chiqamiz. Birinchi mana bu nuqtani qo'yadigan bo'lsak, 0 qo'ysak, y'imiz 2 ga teng, ya'ni mana bu 2 ni qo'ysak, 0 plus 0, har biriga 0 qo'ydim x o'rniga plus c. Bu yerdan s teng 2 galigini topib olsak bo'ladi. Demak, bu y teng a x kvadrat plus bx plus 2 ko'rinishda ekan. Endi mana bu nuqtalarni qo'yamiz. Y o'rniga 0 qo'yib, x o'rniga minus 1 qo'yishim kerak. Hop, bu yerga minus 1 qo'ysam a, bu yerga minus 1 qo'ysam minus b plus 2. Endi mana bu nuqtani qo'ysak, y ga 0 qo'ysak, x ga 3 qo'ysak, 9 ta a, bu yerga 3 qo'ysak plus 3 ta b plus 2. Mana shu yerdan a bilan b ni qiymatini topsak bo'ladi. Bu yerdan a minus b teng bo'lyapti minus 2 ga. 9 ta a plus 3 ta b teng bo'lyapti minus 2 ga. Endi hop, ko'paytiraveramiz 3 ga buni. Shunda bular ketadi. Shunda bu 3 ta a minus 3 ta b teng bo'lyapti minus 6 ga. 9 ta a plus 3 ta b teng bo'lyapti minus 2 ga. Hop, sistemamizni endi nima qilamiz? Minusga plus bo'lyapti blarni oldi. Qo'shaversak 12 ta a teng bo'lyapti minus 8 ga. Bu yerdan a ni qiymatini topsak minus 8 taqsim 12 yoki minus 2 taqsim 3 ko'rinishida bo'lyapti. Endi mana bu yerga olib chiqib qo'ysak, shunda bu minus 2 taqsim 3 minus b teng bo'lib qolyapti minus 2 ga. Bu yerdan b ni qiymatini topadigan bo'lsak, 2 minus 2 taqsim 3. Bu yerdan b ni qiymatini topadigan bo'lsak, 4 taqsim 3. b ni ham qiymati bor, a ni ham, s ni ham qiymati bor. Demak, bu y teng a
x kvadrat plus b x plus c. Mana shuni x ga nisbatan simmetrik. X o'qiganim uchun mana bunga minus qo'yaman. Va minus tasdiq qilib yubordim. Y teng 2 taqsim 3 x kvadrat minus 4 taqsim 3 x minus 2 ko'rinishidagi funksiya bo'lgan ekan. 2 taqsim 3 x kvadrat minus 4 taqsim 3 minus 2 degan javob D javob bo'lyapti. Xo'p, 47-savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, rasmda parabola tasvirlangan, ya'ni y teng ax kvadrat plus bx plus c. Har bir ishorasini topib berilyapti. Shoxlar pastga qarayapti, mana bu manfiy. Xo'p, diskriminant ikki marta kesib o'tyapti. Musbat. Xo'p, c-siga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerdan kesib o'tyapti. c musbat. b-sini ham mana bu yerda topsak bo'ladi. Ya'ni mana x 0 nima bo'lyapti? 0 dan katta bo'lyapti. Demak, minus b taqsim 2a 0 dan katta bo'lishi kerak. A 0 dan kichik bo'lganligi uchun minuslar plyusga ham ketadi-da, b 0 dan kattaligi kelib chiqyapti shu yerda o'zida. Ya'ni mana manfiy, manfiyga manfiy plyus bo'lib ketdi. B 0 dan katta ekan, b esa musbat. Minus va 3 ta plyus degan javob bo'ladi. Bu esa D javob bo'lyapti. Xo'p, 49-savolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana shu parabola uchi ordinata o'qida yotsa deyapti. Ya'ni mana bu ko'rinishda bo'lsin deyapti. Xo'p, ordinata o'qida yotish uchun nima bo'lishi kerak? Mana bu x o'qida, mana bu x absissa o'qi, mana bu y ordinata o'qi. Xo'p, ya'ni mana shu ko'rinishda bo'lsin deyapti. Ya'ni mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Parabola uchi ordinata o'qida yotsa, mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi bu yerda bunaqa bo'lishi nima bo'lishi kerak? Mana bu yerda x bor-ku, mana shu yo'q bo'lishi kerak. Qandaydir ax kvadrat plus 3 ko'rinishida bo'lsa, o'zi qandaydir ax kvadratni grafik mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, qandaydir son qo'shilsa, tepaga chiqib qolishi mumkin. Tepaga yoki pastga siljishi mumkin va bu doim ordinata o'qida yotadi. Ya'ni mana bu yo'q bo'lib ketishligi uchun a teng bo'lishi 2 ga. Shunda bu y teng 2x kvadrat plus 3 ta grafik chizadigan bo'lsak, diskriminant bunda o'zi yo'q bo'lib ketyapti. Mana bu shu ko'rinishga kelib qoladi. Xo'p. Shunda a teng 2 degan javob bizda D javob bo'lyapti. Xo'p, 51-misolimizda xo'p, a ning qanday qiymatida mana shu parabolalar uchlari ax o'qidan yuqorida yotmaydi deyapti. Ax o'qidan yuqorida yotmaydi, ya'ni ikkala funksiyaning grafigi uchlari taxminan mana shu yerda bo'lishi kerak. Buning uchun x nol manfiy ham musbat ham bo'lishi mumkin. Y 0 esa mana bu yoki 0 ga teng bo'lishi kerak yoki bundan kichik bo'lishi kerak. Y 0 0 dan kichik bo'lishi kerak. Xo'p, endi a ning qanday qiymatlarida deyapti, mana shu. Shoxlar tepaga qarash mumkin, baribir mana bu ko'rinishda bo'lsa ham uchi baribir yuqorida yotmayapti. Ya'ni mana bu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa ham yuqorida yotmayapti. Demak, xo'p, bunda har ikkalasini ham y 0 ni kichik yoki teng 0 dan qilib ishlab qo'yamiz. Ya'ni mana bundan y 0 topadigan bo'lsak, xo'p, 4 a c to'rasi minus b kvadrat plus 44 a kvadrat taqsim 4 ta a kichik yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. 4 ga bo'lib o'rsak, 4 minus buni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 36 a kichik yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. Bu yerdan a katta yoki teng bo'lishi kerak 9 dan. A katta yoki teng bo'lishi kerak 9 dan. Xo'p, endi mana bundan y 0 topadigan bo'lsak, birinchisi mana bundan topdik. Biz endi ikkinchisidan topadigan bo'lsak, xo'p, 4 a c minus b kvadrat 34 a c minus b kvadrat 36 a kvadrat taqsim 4 ta a. Mana shu kichik yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. Endi buni 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak, 4 minus xo'p 9 a kvadrat taqsim a kichik yoki teng bo'lishi kerak 0 dan. Bu yerdan xo'p suratni 0 ga tenglaydigan bo'lsa 2 taqsim 3 va minus 2 taqsim 3. Mahrajni 0 ga tenglasak 0. Shunda buni soniqli tasvirlaydigan bo'lsak, mana bu yerda minus 2 taqsim 3, mana bu yerda 0 bor, mana bu yerda 2 taqsim 3 bor. Xo'p, suratdan bo'yalyapti. Endi mana shu holat bilan qo'ysak, manfiy, musbat, manfiy, musbat. Bizga manfiy oraliqlar kerak, mana bu oraliqlar. Va xo'p, shunda
Hop. Bu holat bo'yicha endi berilishi to'g'ri yozildimi? 4a minus b kvadrat taqsim 4a. Ha, 4a mana bu 1 edi-yu. 4a mana bu 1. Chunki bu 1 ga teng bo'lyapti. Mana shu yerda xato ketib qoldi. Shunda bu yerga qisqartirib olsak 4 qolar ekan. Shunda mana bu 0 degan javob yo'qoladi javoblar qatoridan. Va demak buni intervallari ham turlicha bo'ladi. Ya'ni tengsizlik o'zgarib ketadi. Suratni 0 ga tengladik. Xullas, surat degan joyda qolmadi. Mana shu ko'rinish kelib qoldi. Bu yerdan endi a ni qiymatini topadigan bo'lsak, -2 taqsim 3 va +2 taqsim 3 bo'lib qoladi. Endi -2 taqsim 3 mana bu yerda, +2 taqsim 3 mana bu yerda. Xo'p, million qo'yadigan bo'lsak, manfiy, musbat, manfiy. Bizga manfiy oraliqlar kerak, ya'ni mana bu oraliqlar. Shunda har ikkalasini birlashtirib qo'yadigan bo'lsak, minus cheksizlikdan -2 taqsim 3 gacha bo'lyapti va 2 taqsim 3 dan cheksizlikgacha. Buni birlashtirsa 9 ga katta bo'lgan javoblar ham kirib ketadi. Bu esa bizda B javob. Endi 52-savolimizga biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu savolimiz aytayaptiki, y teng ax kvadrat plus bx plus c. Xo'p, grafikni bu yerga chizib qo'yay. Grafik e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mana shu ko'rinishda bitta grafik bor va endi mana bu yerdan bu ko'rinishda ham bittasi bo'lyapti. Demak, xo'p, mana bunda parabolada diskriminant nima bo'lyapti? Diskriminant 0 dan katta bo'lyapti. Chunki ikkita nuqtalar kesishyapti, a x o'qi bilan. Xo'p, shoxlari pastga qarayapti va s ni manfiy nuqtada kesib o'tyapti. Shunda bu minus bo'ladi. Xo'p, b mana bu musbat joyda bo'lyapti. Xo'p, x 0 dan katta qilsak, minus b taqsim 2a 0 dan katta bo'lishi kerak. 2a. Xo'p, a manfiy bo'lganligi uchun bunga plyusga aylanib ketdi. Demak, b si 0 dan katta. B 0 dan katta. A, B, C da topildi. Endi mana bu k, x, l da topadigan bo'lsak, bu chiziqli funksiya. Bundan oldin ko'rgan mavzuyimizga ko'ra buni topsak bo'ladi. Xo'p, mana bu pastga qarab ketyapti. Demak, bu degani nima degani? K 0 dan kichik degani va mana bu L degani L ham 0 dan kichik. Hammasi ishorasi bor. Birinchisiga e'tibor bersak endi A plus K manfiy. Bu yerdan L ham 0 dan kichik manfiy. Diskriminant esa nima bo'lyapti? Diskriminantdan 0 dan katta bo'lgan plus. Plusga bo'lsa 0 dan kichik bo'lmaydi. Bu javob xato. Endi diskriminantimiz bizda 0 dan katta edi, plus minus L. L minus bo'lsa bu ham plus bo'lib qoldi. Demak, qavsish umumiy plus chiqdi. A 0 dan kichik manfiy, B 0 dan katta, C 0 dan kichik, bu ham musbat. Shunda bu musbat, manfiy, musbat bo'lib turib to'g'ri bo'lib qoldi. Ya'ni minusli javob doim 0 dan kichik hisoblanadi. 54-savolimizda funksiyaning qiymatlar to'plami a ning qanday qiymati 4 da xo'p, nomanfiy butun qiymatga ega. Nomanfiy butun qiymat degani, ya'ni bu xo'p, a 0 dan kichik bo'lyapti. Demak, buni qiymatlar sohasi minus cheksizlikdan qarab y 0 gacha kelishi kerak. Mana shu y 0 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni 4 ga teng bo'lishi mumkin. Shunda buni xo'p, qiymatlar to'plamiga 4, 3, 2 va 1 degan 4 da nomanfiy. Xo'p, 4 ta nomanfiy qiymatga ega bo'lyapti. Ya'ni mana kichik teng shartnosiga shunday qilib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, y 0 4 ga tenglaymiz. 4. Xo'p, a si minus 1 bo'lyapti. 4 a s minus b kvadrat taqsim 4 ko'paygan minus 1. Mana shu teng bo'lishi kerak 4 ga. Xo'p, minuslar tashlab oladigan bo'lsak va 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak, a plus 1 teng bo'lyapti 4 ga. Bu yerdan a teng bo'lyapti 3 ga. Demak, a ning qiymati teng bo'lishi kerak 3 ga. 54-savolimizda bu javob B javob bo'lyapti. Endi xo'p, 56-savolimizda mana shu funksiyaning simmetriya o'q tenglamasi x0, ya'ni mana shunga teng bo'lsa, m ning qiymatini toping. Bo'ldi, bundan x0 topamiz. Xo'p, ya'ni minus b. 2 taqsim minus b taqsim 2 a, ya'ni m minus 1 mana shu teng bo'lishi kerak 4 taqsim m minus 2 ga. Ketdi. Proporsiya qilib olsak 4 ta m minus 4 teng bo'lishi kerak m minus 2 ga. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa ko'paytirib oldik. 3 ta m teng bo'lishi kerak 2 ga, m teng bo'lishi kerak 2 taqsim 3 ga.
Gemning qiymati 2 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Bu esa D javob bo'lyapti. Xo'p, 57-chi savolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, funksiya A 2,1 nuqtaga nisbatan simmetrik bo'lgan funksiya 3 koordinatlar yig'indisini toping. 3 koordinatlar yig'indisi x0 va y0. Ya'ni birinchi bunga bo'lgan. Xo'p, simmetrik bo'lgan topamiz. Formulasi yozib bergandim. Buni o'rniga 2 ko'paygan. Xo'p, mana bu n, mana buni m sifatida ko'rib yozib berdim formulada. 2 ko'paygan m, ya'ni 1 minus y teng x o'rniga 2 ko'paygan n, 2 minus x ning qausida kvadrati minus 6, bu mana bu yerga x o'rniga buni qo'yamiz. 2 minus x plus 11. Buni qiymatini topadigan bo'lsak, 2 minus y teng bo'lyapti. Xo'p, 4 kvadrat 16 minus 8x plus x kvadrat minus 24 plus 6x plus 11 ko'rinishga keldi. Plus 11 mi? Ha. Endi baytarlikni topadigan bo'lsak, buni bu tomonga olib o'tsak, y teng bo'lyapti. X kvadrat bu yoqqa o'tsa minus x kvadrat minus 8x plus 6x minus 2x bu yoqqa o'tadigan bo'lsa plus 2x. Endi 16 dan 24 dersa minus 8, bu bilan plus 3 bo'ldi. Bu yoqqa o'tsa minus 1 bo'lib qoldi. Xo'p, endi bu yerdan x0 topadigan bo'lsak, minus 1, ya'ni minus 2 taqsim 2a edi, 2 minus 1 bo'lyapti. Demak, x0 ni 1 ga tengligini topib oldik. x0 1 ga teng. y0 topadigan bo'lsak endi 4a minus 1 c ham minus 1, 4asi minus b kvadrat. Taqsim bu yerdan 4 ta a. Surat 0 ga teng bo'lib ketdimi? Xo'p. 4asi minus b kvadrat. B kvadrat 4 edi. Xo'p, surat 0 ga teng bo'ldi, demak bu 0 ga teng. Bizdan bu bilan buni yig'indisini so'ragan javob 1 degan javob bo'ladi. x0 va y0 yig'indisi 1 ga teng bo'ldi. 58-savolimizga qarasak endi, mana shu funksiya grafigi koordinata o'qlarini kesish nuqtalari koordinatlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, ya'ni mana shu grafigi taxminiy qanaqa ko'rinishda, mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bizdan so'rayapti x1, xo'p, x2 va mana bu yerdan kesib o'tadigan c ni so'rayapti. C ni qiymati bor. Xo'p, c teng bo'lyapti minus 12 ga. Endi v teoremasiga ko'ra x1 plus x2 teng bo'lardi. Mana buni xo'p minus 5 plus 5 taqsim 2 bo'lib turib 2,5. Bu va mana buni yig'indisi minus 9,5 ga teng bo'ladi. Demak, minus 9,5 degan javob bizda B javob bo'lyapti. Xo'p, tezlashib ketganmiz, yana bir tushuntiraman. Mana shu grafikda deyapti. Mana bu koordinatlarni kesib o'tadigan nuqtalar bor-ku, mana bu va mana shu. Nuqtalar yig'indisini so'rayapti. Minus 9,5 ga tengligini topdik. Xo'p, endi xo'p, 61-misol mana shu yerga yozib o'raylik. Chunki bu ham bundan oldingi mavzu boshida tushuntirgan formulamga o'xshaydi. Y teng x kvadrat minus 5 ta x plus 3. Mana shu funksiyaning x teng 3 chiziqqa nisbatan simmetrik. Ya'ni x teng 3. Men buni qandaydir endi dastlab yozib berdim. Buni formulasi y teng x o'rniga 2n, ya'ni 3 minus x ning qausida kvadrat minus 5 ko'paygan. Bu yerdan ham 2 ko'paytirib 3 minus x plus 3 bo'lib qoladi. Soddalashtirib qo'ysak, buni kvadrat 36 minus buni kvadrat 12 x plus x kvadrat minus 30 plus 5 ta x plus 3 bo'lib qoldi. Bu yerdan y teng x kvadrat minus 12x plus 5x minus 7x, bundan buni ayirsak 6 qo'shadigan bo'lsak 9. Mana shu ko'rinishda javob bo'lar ekan. X kvadrat minus 7x plus 9 degan javob bizda B javob bo'lyapti. Bu misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shunday aytyapti. A ning nechta qiymatida berilgan parabola uchlarining absissasi musbat. Ya'ni x0 musbat va y0 manfiy bo'lsin deyapti. Demak, x0 topadigan bo'lsak, xo'p, mana shu yerdan qarab turib topib qo'ysak ham bo'ladi aslida. Mana bu yerda qiymat nima bo'ladi bizda? Xo'p, yaxshisi yozib chiqaylik. Xo'p, x kvadrat minus 8 ta a x plus 16 ta a kvadrat plus a kvadrat
plus 10 ta a plus 21 ko'rinishi kelsin. Boshlab shunaqa tushuntirdim chunki x kvadrat minus 8 ta a x hop plus 17 ta a kvadrat plus 10 ta a plus 21. Bu yerdan x 0 da qiymatini topadigan bo'lsak minus 1, ya'ni 8 ta a taqsim 2 ko'paygan 1. Mana shu 0 dan katta bo'lishi kerak. 4 ta a katta 0 dan a katta 0 dan bo'ldi. Endi mana bu bizdan y 0 bo'lib qoladi o'z-o'zidan. Mana bu x 0 bo'ladi. Plyusda turgan sari esa y 0 bo'lib qoladi. Shu 0 dan kichik qilib ishlab qo'ysak bo'ldi. A kvadrat plus 10 ta a plus 21 kichik 0 dan bu yerdan a 1 ni topsak minus 7, a 2 ni topsak minus 3. Yig'indisi 10, ko'paytmasi 21 qaytarib beryapti. Endi buni soniqqa chiqsak mana bu yerda minus 7 bor. Mana bu yerda minus 3 bor. Buni yo'q qo'ysak musbat, manfiy musbat. Bizga manfiy kerak. 0 dan katta bo'lganligi uchun 0 dan katta bo'lgan joy qayerda? Mana bu yerda. Demak, bu kesishmayapti. Aning nechta qiymatda degan. Bironta ham kesishmadi, demak 0 ta qiymatda. Bu javob D javob bo'ladi. Xo'p, qolgan misollar shunga o'xshash. Demak, xo'p, 72-mavzuyimizni yakunladik. Yozmasak bo'ladi.